Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassaviy Surxondaryo Mudofaa ko'rsatma. Xudo xolasa ikkinchi reysimiz Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha Yuter kompaniyasiga registratsiya boshlandi. Hurmatli o'rtoqlar, bugun har dushanba uchayotgan reyslardan ertalabki reys O'zbekiston havo yo'llari Telegram guruhimda ko'rgan bo'lsalar, o'tkazib chiroyli qilib kuzatib oldim passajirlarni. Undan keyingi reysimiz mana Sankt-Peterburg Yuter kompaniyasi. Bundan keyingi aviaga uchayotgan reysimiz esa Sankt-Peterburg Qanot Sharq kompaniyasiga aviaqatnovlarimiz bor. Xudo xolasa telefon raqamlariga bog'langan holda aloqa chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordamlar qilyapmiz, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilyapmiz. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda aloqa chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz mana shu ko'rsatilgan raqamlarda saqlanib qilib qo'yinglar. Istoriyalarga ham har bir qo'yayotgan yangiliklarimiz chiqib turadi, xudo xolasa. Kelaverasizlar, xizmatdamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassaviy Surxondaryo Mudofaa ko'rsatma. Xudo xolasa ikkinchi reysimiz Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha Yuter kompaniyasiga registratsiya boshlandi. Hurmatli o'rtoqlar, bugun har dushanba uchayotgan reyslardan ertalabki reys O'zbekiston havo yo'llari Telegram guruhimda ko'rgan bo'lsalar, o'tkazib chiroyli qilib kuzatib oldim passajirlarni. Undan keyingi reysimiz mana Sankt-Peterburg Yuter kompaniyasi. Bundan keyingi aviaga uchayotgan reysimiz esa Sankt-Peterburg Qanot Sharq kompaniyasiga aviaqatnovlarimiz bor. Xudo xolasa telefon raqamlariga bog'langan holda aloqa chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordamlar qilyapmiz, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilyapmiz. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda aloqa chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz mana shu ko'rsatilgan raqamlarda saqlanib qilib qo'yinglar. Istoriyalarga ham har bir qo'yayotgan yangiliklarimiz chiqib turadi, xudo xolasa. Kelaverasizlar, xizmatdamiz.